Hürmetli Ömer Məxsum, siz Gollandiyada 1 yanvar Avropa Şərqi Türkistan Maarif Cəmiyyətinin yeni orun üçün hazırlanan mərasimə qatnashib keldiniz. Bu mərasim haqqında özünüzün təsiratını sözləb bərsiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Biz inim nicatlan Avropa Şərqi Türkistan Maarif Cəmiyyəti badık. Biz meyadın bağanlıkını yaxşı qarşıp kütüp aldı. Eçiliş mürasimi ertesi başlandı. 2003 yılı 1. ayının 1. günü saat 1'de başlandı. Bir yerge nurgulluğun her xildeki Müslüman cemaatlerini çağırıp diken olanın köpüncüsü qatnaştı. Eçiliş mürasimi Kur'an-ı Kerim'den başlandı. 5 yaşlı kirgen bir küçük bala nayet mükemmel şekilde Kur'an-ı Kerim'ini okup hemen tesirlendirdi. Ve de birinci o cemiyetin başlığı söz kılgandan keyin kalan mihmallarını birbirlep sözgü çaqadı. Bir de milli görüşünün başlığı ve şehirde turvatkan Marrakeşlik Müslümanlarının ki mesleğinin ki imamları ve onun ki heyet azaları çoğun peşqadamları qatnaşqan ekan. Milli görüşünün ki başlığı sözünü başlap qılgandan keyin biz bundan burun 60 yıl aştı hazır. Biz bunda faaliyet başlagan vaqtimizda bunda alohida o'rinda emas, yer asti zeylep ketgan yerda başlagan deydi. Hazır kuni 60 yildan keyin qarab baqsaq, bizning shu Gollandiyada 600'dan artıq məscid var deydi. Məscid var. Muhindaya erişdi. Bu nima degan vaqtda bu insonning tirikchiliginin ki mevesi. Hamda o adamning menga o'sha qilgan so'zning ta'sir qilgan menga. Sizlarga Alloh subhanahu va taolo muhinda alohida o'rni beribdi. Ularning o'rni 2 qavat o'rin ekan. Bu taxminan 230 necha kvadrat o'rin ekan bu. Allah subhanahu wa ta'ala şunda çoğun, şunda mükemmel, şunda alohida o'rni Allah beribdi. Lekin bu alohida o'rni berishda Allah'ın sizlardan qilgan talabi var. Şu talabini sizlar o'rin deya olsanglar, ona keyin sizlar bu Allah'ningki bergan bu katta ne'matiga shukr qila olgan bo'lsizlar. Buni birinchi qadamda Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga nihoyat yaxshi bir g'albilik natija ato qildi. Allah subhanahu wa ta'ala bundan keyin natijali g'alaba ato qilib olsa, biz sizlarningki har vaqt yeninglarda qanday moddiy ma'naviy ehtiyoj xizmatlar qilib qolsa biz sizlarni yaningizda deb u odam so'zni ta'sirli oxirlashtirdi. Undan keyin Marrakeshlik bir imom shu yerdagi bo'lgan masjidningki imomi uniki hay'at a'zolari kelgan ekan, shu yerda birisi shu kelgan mehmonlardan birisi so'zni o'zi ixtiyor qilib men ishga so'z qilib bergim bor deb talab qildi. U odam chiqqandan keyin bu adamningki biz Uyg'ur millatidan qilgan ta'sirotni so'zlab bu odam. Biz shu Marrakeshga yengida ko'chmaga kelgan vaqtimizda bordigan, keldigan ya hatto biz ibodat qildik bir o'rnimiz yo'q vaqtda shu Uyg'ur millati bizning beshimizni silgan, bizning xizmatimizda bo'lgan. Biz hamda bizningki taqasimning xizmatini qilgan vaqt bizning keldi deb o'zi qisqacha tunishdi bu. 78-yillar atrofida bizning bir Uyg'ur olim ulamoyimiz yashagan ekan. Shu odam shu bu Saudiyninki hukumat tarafidan xizmatga kelgan ekan. Bu odam u yerdagi musulmonlarning bo'lgan qiyinchilikni ko'rib, bu odam shuni aktiv jonliq bilan boshqa Uyg'ur musulmon boylarini ham suhbatini bunga safarbar qilib, shu Finlandiyada bir masjid solgan ekan, poytaxtda. Bu masjidni shu Marrakeshliklar idarəçilik qilgan hozir. Bu odam buni aslab o'tdi. Ondan keyin bu odam mana shu masjidda bir kunisi materiallarni yotkash jarayonida qarasam, shu kitobdan orasidan Turkiston kechiligi chiqib qoldi. Layla Turkiston degan material chiqdi. Men shuni qo'llamab uni o'qigandan keyin bu Uyg'ur millatiniki qanday millat ekanligini qayta tushunib yetdim. Men bu Uyg'ur millatiga meniki jinimdan, dilimdan men unga ait bir hislashlik qilaman. Ham qayta tushundim. Biz endi bizning xizmat qilgan vaqtimiz keldi. Biz sizlarni yeninglarda, ham orqanglarda har vaqt sizlarning xizmatingizga tayyor degan holatda so'z qildi. Bu nihoyat bir shadaki musulmonlarga ta'sir qildi bu. Yine bir imam so'zlab
u Marokashlik imom hamda yosh bola ekan. Bu biz turayotgan yerimizda men kim? Nereden keldim? Nima ish qilaman? Nima uchun yashayman? Deganlikni hargiz qalbimizdan chiqarib lazım degan mavzuda o so'z qilib, qimmatli so'zlarni qilib berdi. Undan keyin Abdullakim Maqsud Majim Turkiyadan kelgan ustozimiz so'z qilib, o ichilish murosimidan o yana o sorunga shirik bo'lganligini keyin o'zing baxtlik, o'zining bir xo'sh bo'lganligini ifodalab bo'lgandan keyin Abdullakim Maqsud Majim shu o'rinning haqqini berish to'g'risidan Urunun haqqını beriş. Demek Allah'ın nimetiga joy şükür qilganligingni nima desa, urunun haqqını berasanglar, Allah'ın bergan nimetiga şükür qilgan bo'lasizlar degan mavzu so'zlab o'tdi. Bu sorunlar eti qizg'in, yaxshi tus olgan bir sorun bo'ldi. Asosiy bu yerga qatnashganlar Uyg'ur jamoatidan sirt, Türk jamoatlarning har xil Nurchilar va Sulaymonchilar milliy kurashdan kelgan musulmon jamoatlar qatnashdi. Belki yaxshi o'tdi. Maqsud Majimning yeni bir gapi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtda tunji qilgan ishi urun tutgan deydi. Urun tutgan deydi. Demak bir ko'chman millatiniki, musafir millatiniki bir urunning bo'lishi. Bu yerda u yotadigan, qo'padigan, o'tiradigan yer bormi? Şu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga borgandan keyin hammasi kutilib, biz bilan o'yga tushsan deb shunda arzu qilgan. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birinchi qadamda urun tutgan. Bu musafir millatga urunning bo'lishi bek muhim. Uning ibodatni qildigan, siyosiy faoliyatlarni qildigan, har qanday musulmonlarning, har qanday insonlarning ehtiyojini qamdaydigan, uning uchun xizmat qildigan bir o'rnin bo'lishi nihoyat muhim. Sizlar islom dinida eng ulug' bo'lgan ibodatni ijro qildinglar. Allah qasın ajrsin bersin. Hem şu ağam birinci qadamlar nəhayət bir muvaffaqiyatlik, nəhayət bir qalbilik bolğanda bundan keyin bolğan xizmatlarını Allah abuna qalbilik ata axırlaşdırıb bersin deb haqqı dua qılğan boldu. Yada təxminən 2000-dən artıq vətənə kelgan Uyğurlar var ekan. Gollandiyada. Şunu tatib kelganlarning tarixi bak uzun emas ekan, şu 10-12 yil bo'lgan o'xshaydi. Ammo ya kelgandan keyin Uyg'urlar har xil jamiyatga bo'linib xizmat berib ekan hozir normal 3 jamiyat bor ekan. 3 jamiyatning birisi shu Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati shu bor ekan. Shu 3 jamiyatning qatorida bor ekan, ammo shu tunji bularniki qalbilik qilgan hozirgi unumli bo'lgan xizmati urun olganligini boshqa tashkilotlardan boshqa her çoğun kişi Müslümanlar, ayol hammasi qatnashib bundan ayet xursandlarni tabriklashib oxirlashtirdi. Allah nasib qilsa inshaalloh şu Uyg'ur musulmonlarimiz, sherdagi bo'lgan 2000 ortiq musulmonlar bor ekan, şu Uyg'ur musulmonlarimiz şu o'rinninki qadr-qimmatini bilib, buni qadr-qimmat deganligimiz sherda qilgan har qanday faoliyatni şu milletki münasip olan her qanday faoliyat, dini olsun, siyasi olsun, ma'arif olsun, ahlak, medeniyet olsun, her qanday faoliyatni aşağıda abbarımız da şunda vaat berişdi. İnşallah şunda bulğusa inşallah hakkında şunda dua qilamiz. Biz meyek bağandaki nəhayət bir xursand bolduq. Yani o her xil milletlerden kurashishdan, tunishdan sirt yani ki bugün bizim Uygur qarindoshlarımızdan ki çoğun katta alimleri, hem peshqadamlari, hem ziyolileri, hem her sahada yetishgan nurg'ulon qarindoshlarimiz var ekan. Şu qarindoshlarımızdan ki hammasi o'zining ustiga tushgan bir kishilik milliy, diniy va milliy bo'lgan mas'uliyatni ado qilish uchun gap so'zlar bo'ldi. Biz ularni shunda bir yerga jam bo'lib, bir o'rinni Alloh ato qilgan shu o'rinniki qadr-qimmatini shuni bilib aşağıda bo'lgan, aşağıda qilmoqchi bo'lgan har qanday faoliyatda birda bo'lishni ularni tavsiya qildik. Hozirma ularni shuni iltimos qilamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo ularningki o'rnini bir qilgandek, bir o'ringa jam bo'lgandek ularning fikrini ham ularningki ko'z qarashlarini, ularning yo'llarini, ularningki ish harakatlarini bir liniyada, yani bir sistemda mang'ili g'alaba taqosin deb Allohdan shuni tilaymiz inshaalloh. Rahmat. Alloh razı olsun her birlerinden.